Kompyuterimizda ya'ni Windows 10, Windows 8 versiyalar operatsion sistemali kompyuterlarimizda bir boshqacharoq funksiya bor, ya'ni planshet rejimi bor. Planshet rejimiga tushib qolganda kompyuteringiz mana boshqacha ko'rinish olib qoladi. Mana kompyuterga kirasiz. Chiqishni bosganingizda рабочий stolga chiqa olmaysiz mana. Buni bosasiz. Ko'rinishlari ham sal boshqacharoq. Mo'y kompyuterga kirasiz. Severnat qilsangiz ham mana рабочий stol chiqmaydi. Mana bu tomonda ham boshqacha ko'rinishlar. Buni oldini olish uchun, ya'ni bu planshet rejimini o'chirib qo'yish uchun mana bu tugmani bosamiz va planshet rejimini o'chirib qo'yamiz. Mana barchasi o'z holiga qaytdi. Agar planshet rejimini yoqib qo'ysak, mana yana shu holat. Ya'ni рабочий stol mana shu oyna рабочий stol deb qaraydi. Bizga esa bu kerak emas. Agar kimga shunaqa ko'rinish yoqsa, rejim planshet rejimini yoqib qo'ysa bo'ladi. Barchangizga rahmat. Videomiz yoqqan bo'lsa like bosing, kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Kerakli videolarni kanalimizdan topsangiz bo'ladi.